nima bu? Senga 15 minut vaqt narsalaringni yig'ishtirganda chiqib ket uyimdan. Tushunarlimi? Agar yo'lini o'ylab topmasangiz, nima? Yana nimalar xohlab oldimga kelsan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Qanaqa layli, qanaqa majnun gapirma, sanmisan layli, endi ensalarim o'tirma. Boya qol, umuman ko'zlarimga ko'rinma. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar meni qiynaysan. Havo bulut, menimcha hozir yomg'ir yog'adi. Meni unut, aksincha hammasi zo'r bo'ladi. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Havo bulut, menimcha hozir yomg'ir yog'adi. Meni unut, aksincha hammasi zo'r bo'ladi. ko'pgina shov-shuvlarga sabab bo'lgan Farruh Hamrayevning bugun uylari musodara qilinmoqda. Biz bu haqda batafsil bilish uchun Farruh Hamrayevning uyiga keldik. Kechirasiz, Farruh Hamrayevning uylari musodara qilinishi haqida nima deya olasiz? Biz Farruh Hamrayevning uyini musodara qilamiz. Ularning ayollari hozir qayerda chiqib ayta olasizmi? Keragim yo'q edi o'shanda. Baribir yana kelibsan-da, ketdan qolgan iltimos sharmanda. Yig'lamagin oldimda faqat ataylab, gapirmagisan menga o'tag'aylab. Nima desang ham gapir o'ylab. Yig'lamagin oldimda faqat ataylab. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Havo bulut, menimcha hozir yomg'ir yog'adi. Meni unut, aksincha hammasi zo'r bo'ladi. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Havo bulut, menimcha hozir yomg'ir yog'adi. Meni unut, aksincha hammasi zo'r bo'ladi. Siz yashab ko'r, sen ham mensiz yashab ko'r. Dilda armon bilan, dilda alam bilan. Sen ham mensiz yashab ko'r, sen ham mensiz yashab ko'r. Ketaver ko'zlarimga ortiq ko'rinma, urinma, yo'qaman deb hammasi tugab o'z poyoniga yetib bo'ldi. Qanaqa layli, qanaqa majnun gapirma, sanmisan layli, endi ensalarim o'tirma. Boya qol, umuman ko'zlarimga ko'rinma. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Havo bulut, menimcha hozir yomg'ir yog'adi. Meni unut, aksincha hammasi zo'r bo'ladi. orqaga yana yurib kelasiz. Xuddi shu. Buni oldinglar, unaqa qilasiz. Hamma jim bo'ldi, olib o'tib, hech kim ahamiyat bermasin.
Shla! Farruh. Mana qo'limga kishanlar solib qo'yishdi. O'ynaydi. Yo'ldan o'tmay ilojimiz. Yo'ldan gap. Ozgina stereo qo'yibdi, o'sha sekin qatnash boshlayapti. Sizga qarab, bosh ushlayapti. O'sha orqaga ketyapsiz. O'zimcha kayfiyatga boqmading. Talab qiladi. Ishladim. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Qo'rqib chiqib ketding, tinchib chiqib Ma'ruf o'zini videochilar qo'llari kesilib ketdi, rasm yiqildi. Balade zo'r chiqishdi, aka. Xudo xolasa zo'r chiqadi. Bu ani falshifka emas, plasmassa emas, temir. Bu Farruh yiqilishiga sabab mana shu qiz bo'ladi, chunki ssenariyni bu shu yoqqa yozib qo'ydi. Farruh yiqilib kamera gapiradi. Hamma yiqiladi. Klipdagi budjet va Давай, ketdik. Okey. Boshingizni ko'taring. Qo'llarni qara. Kechikishni nomida. Obulga o'ziga. Ashlan nomi yana nimalar xohlaysan deb nomlanadi. Bosh rolda Aziza Hayotxon va Rejissor Ikromjon. Ikromjon Dilafruz Ali. Bizda bir kunda bo'lib ketgan ideya bo'ladi. Mana shu klip posterni xudosi bir kun ichida yozilgan ssenariy deydimi, shunaqami? Endi kamchiliklarga xafa bo'lmaysizlar. Sizlar ham zo'rlik Biz hali ko'nglimizni ortishdi, lekin biz harakat qildik. Zo'r chiroyli ijod namunamizni olib chiqishga xudosi ko'rib baho berasizlar. Moskva shahriga, Tojikiston shahriga, akalarimizga hammaga omad tilaymiz. Qozog'iston, Qirg'izistonga va bo'pti.